Dünya boyunca ikinci egiz tağ çoqusining Şinjan'da ekanligini bilamsiz. Bugun biz Şinjan'dagi eng egiz bo'lgan 9 tağ çoqusini ko'rib boqaylik. 9-si Xontangar cho'qisi, Tangirtag'dagi ikinci egiz cho'qa, dengiz yuzidan egizligi 6995 metr keldi. Ili oblastida joylashgan bo'lib, tağ chiqish mushundaq taraqqiy qilgan bugungi kunda 100 yildan buyon bu tağ cho'qisiga hozirgacha insonlarning oyog'i dastlab boqmadi. 8-ci Xontaji cho'qisi, dengiz yuzidan egizligi 7295 metr keldi. Qoraqo'rim teg'ining o'ttir qismiga joylashgan bo'lib, bu cho'qining shakli xuddi podshohning beshidagi tojga o'xshaydigan bo'lgan shundaq atalgan. 7-si Tömür cho'qisi, Tangirtag'dagi eng egiz cho'qa. Oqsu viloyatining O'nsu nayis chegarasida dengiz yuzidan egizligi 7495 metr keldi. Bu rayon davlatimizdagi eng cho'ng hozirgi zamon muzliq bar rayon, shundaqla dunyodagi 8 cho'ng muzliqning biri. 6-si Muztaq cho'qisi, dengiz yuzidan egizligi 7590 metr keldi. Oqtu nayis bilan Toshqo'rg'on nayis chegarasi ichida intayin hayvatlik muz bilan qoplangan. 5-si Go'ngirtaq cho'qisi, dengiz yuzidan egizligi 7649 metr keldi. Qizilso'qir Avtonom oblasti Oqtu nayis tavalligida. 4-si Go'shirbulun İkinci çoqsi dengiz yuzidan egizligi 7690 metr keldi. Dünya boyunca 13-chi egiz tağ çoqsi Mustaq Ota degan hayvatlik nom bor. Oqtu nayis bilan Toshqo'rg'on nayisining chegarasiga joylashgan. 3-si Bulurut choqsi dengiz yuzidan egizligi 8051 metr keldi. Toshqo'rg'on nayisiga joylashgan. 2-si Go'shirbulun birinchi choqsi, bu mu Qoraqo'rim teg'iga joylashgan bo'lib, Cho'gir choqsi bilan bo'lganligi 20 kilometr, dengiz yuzidan egizligi 8080 metr keldi. Dünya boyunca 11-chi egiz choqa. Birinchisi Cho'gir choqsi dengiz yuzidan egizligi 8611 metr keldi. Cho'gir choqsi dünya boyunca ikinci o'rin turadigan egiz tağ cho'qisi bo'lib, Qoraqo'rim teg'i joylashgan Qashqar viloyati Toshqo'rg'on nayisi ichida. Bu tağ cho'qisiga yamishning qiyinligi Cho'milama cho'qisinikida yuqori bo'lib, yamashqinlarning o'lish nisbati 27% da eshib ketgan. Undan boshqa Şinjan'dagi davliq egiz cho'qlardan Muztaq cho'qisi, Qorlaylis cho'qisi, Oltin cho'qisi va Bug'di cho'qisi qatorliqlar bor. Undaqda sizning rayoningizdagi eng davliq bo'lgan tağ cho'qqilar qaysilar? Inkas rayonidan ko'rib boqaylik. Yurak berib meni qo'shiling, texmo yangi bo'lgan bilimlarga erishalaysiz.